nimaga bugun restoran kitchenni continuation davomini ko'rib chiqamiz. Xo'p, assignmentda birinchi qismi bor edi. Bu restoran kitchen davomi. Davomida nima bor? Bizda waiters qo'shiladi, ya'ni ofitsiantlar qo'shiladi bizda. Xo'p, ketdik endi. Bizda ofitsiantlar yoki waiterlar ismi, sharafi bo'ladi. Buni biz full name qilib olamiz va add waiter degan function yaratamiz. ID bo'yicha ism va familiyasini qo'shish uchun bitta function qo'shamiz. Bundan tashqari biz update qilishimiz kerak bo'lgan joyi selling qismi hisoblanadi. Selling qismida meal ID bilan waiter ID ni qo'shamiz. Ya'ni bunda nima? Qaysi ovqatni, misol birorta stol bo'lsa, u stolga kim qaradi, qaysi ofitsiant qaradi va qaysi ovqatni qaysi ofitsiant olib kelib berdi degan ma'noda shunaqa. Xo'sh, boolean qaytaradi. Meal ID bo'lmasa yoki bizda waiter ID bo'lmasa, unda -1 error qaytaradi. Bo'lmasa o'sha tayyorlangan produkt mahsulotlarni ayirib tashlaydi umumiysidan. Undan keyin biz tayyorlangan mahsulotlar bor edi, buni o'zgartirmaymiz va ofitsiant doimiy ravishda 10% choy-chaqa haqqi oladi yoki tip desak bo'ladi. Shu har bitta qaragan mijozlaridan, umumiy summasidan va waiter salary degan metod qo'llashimiz kerak. Bunda uni tepadan pastga, ya'ni oddiy pastdan tepaga oddiy ravishda chiqarishimiz kerak. Ya'ni misol 80 ming, 100 ming, 200 ming, 250 ming sifatida o'sib borish tartibida. Keyin total meal cost, ya'ni qancha ovqat sotildi degan function yaratishimiz kerak. Umumiy summa, ya'ni qancha sotilganligini va undan tashqari shu sotilgan anaqalardan umumiy foyda qancha bo'ldi deganda. Va bunda nima bo'ladi? Umumiy sotilgan ovqatlardan waiter salary'sini ayirib tashab, shunda qilamiz. Bizda o'sha product meal, prepared meal reseptlar bor edi. Unga waiter qo'shiladi, ismi va maoshi bo'ldi shu. Biz bu yoqdamiz. Xo'p, endi qani ketdik, boshladik. Boshqa narsada menimcha update qilmaymiz. Xo'sh. Biz qo'shgan joyimiz bu yoqdan pastda waiter salary ni chiqarib beradi bu yoqda, misol o'zbek so'mida va bu yerda qancha ovqat sotilganligi, bu yerda bo'lsa foydasi. O'sha foydasi. Xo'sh, biz buni ekranga chiqarsak, misol chiqardik. Bizda qanaqa bo'ldi? Bunga 0 so'm, bunga 1500 so'm, 3500 so'm foyda qildi, bu 4000 foyda qildi bu ofitsiant va umumiy sotilgan ovqatimiz 90 ming bo'ldi. Profitimiz bo'lsa 81 ming, ya'ni men bu to'ralovini qo'shib turib ayirib oldik. Shunda 81 ming foydaga kiramiz. Lekin sotilgan umumiy summa 90 ming. Shuni kodini ko'rib chiqamiz hozir. Mana bu yerda qo'shganmiz. Qaysi anaqalarni, waiterlarni bo'ldi shu. Xo'sh, qani biz yangi, mana bu eskisiydi bu. Bu yerda o'sha eskiligida turibdi. Masjidgacha tugatuvdik. Yangisida mana emerdan keyin mana pastda. Xo'sh, eskisida bizda main product meal recipes prepared meal va restaurant kitchen o'zi bor edi. Bunda ikkita qo'shdik. Bunga waiter bilan waiter salary qo'shdik. Xo'p, keyin restaurant kitchenda 2-3 function update qilganmiz. Waiterda nima qilindi? Waiterda uni ID'si, full name va salary'si qo'shildi va konstruktор yaratib qo'ydik. Shu ID yoki full name bo'yicha u qo'sha oladi va getterlar yozib qo'ydik. Get name, get salary, get ID ishlatilmadi, o'chirib olsak ham bo'ladi. Xo'sh, get name va get salary bilan ismini qaytarishlik uchun va salary'ni biz qo'shimcha haq qo'shganimizda update salary qilib qo'ydik va buni ekranga chiqarish uchun bu.
Xo'sh, endi waiter salary asosan bu nimada? Shu oylik maoshlarini o'sha chiqarishlik uchun bir kunlik qilgan ishini foydasini topgan pulini chiqarishlik uchun bu klass yaratilindi. Xo'sh, bunda ham ismi salary, id'si yo'q, faqat bo'ldi, shu farqi shu. Bu asosan salary uchun ishlatiladi. Xo'p, kodimiz o'sha eski, faqat bizda ikki xil usul bor. Biz birinchisidan ketdik, ya'ni waiterni o'zida salaryni update qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi usul, restoran kitchenni o'zida waiter earnings deb turib, alohida map integer double olsangiz bo'ladi, ya'ni bu integer id bo'yicha va waiter earning, ya'ni salaryni alohida. Men bu klass yozib o'tirmasdan. Biz waiter klassini o'zida salaryni ishlatdik, shuning uchun bu bizga kerak bo'lmaydi. Va biz yangi map integer waiters yaratib qo'ydik. Bu nima uchun? Ya'ni key value bo'ladi o'zi mapda. Key value bo'lsa, key value pairlar bo'ladi. Bizda nima? Integer bu bizda id. Keyin waiter bu waiter objecti. Bu object, ya'ni waiter object. Bu object. Ya'ni obyektning ichiga nima kiradi? Shu mana bu uchalovi bor narsa. Xo'sh, ketdik total meal sales da. Keyin total meal sales qo'shib qo'ydik. Biza shu umumiy qancha sotilganligini bilish uchun qancha sotilgan. Va konstruktorda buni o'chirib tashlaymiz, foydalanmaymiz. Konstruktorda shu ikkalovini qo'shib qo'yamiz. Ya'ni nimani? Waiterlar uchun waiter yangi hash map yaratamiz va meal sale'lar uchun bu yerda double qildik, chunki ovqatlar har xil summada bo'lishi mumkin va initial qiymati, boshlang'ich qiymati 0, foyda. Umuman foyda emas, bu qancha sotilganligi. Umumiy qancha sotilgani. Xo'sh. Xo'p, bular add meal o'sha, get price o'sha, address type update yo'q, refill product ham shu, available product ham, chunki bu bizga aloqasi yo'q bularning, waiterga aloqasi yo'q bu narsalar. Hammasi ovqatga aloqador. Endi biz kelamiz, mana bu yerdan yangidan boshlaymiz, ya'ni alohida comment qilib qo'ysam ham bo'ladi. Ya'ni biz shu yerdan boshlab o'zgartirishni boshlaymiz continuationda. Xo'sh, nima qilyapmiz? Yangi add waiter degan function qo'shib qo'yamiz. Bunda qo'sha oladi. Waiterga yangi id, name berib qo'yadi. Endi add waiter shu. Bu map bo'lganligi uchun put, ya'ni o'zi mapda nima bo'ladi? Mapda yozsangiz tochkadan keyin mana put yo get har xil o'zini funksiyalari bor. Biz putdan foydalanib yangi value qo'shib qo'yamiz. Xato ham berib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni nima qilib, if waiters contains key allaqachon shu id ni bu ushlab turgan bo'lsa, bu yerda anaqa qilib qo'ysa bo'ladi. Boolean value qilib qo'ysa bo'ladi buni. Return false deymiz, chunki duplicate'lar bo'lishini oldini olishlik uchun. Agar bizda duplicate yo'q bo'lsa, unda mana bu yerda return true qilib qo'ysak bo'ladi. Uni farqi yo'q. Bo'ldi shu. Xohlasangiz boolean, xohlasangiz void qilib qo'ysangiz bo'ladi. Voidda shunchaki tekshirganda boolean qilib bo'lmaydi. Bu yerda yozib qo'yganim, agar shunaqangi idli waiter bo'lsa, uni duplicate qilib qo'ymaslik uchun qochamiz undan. Ya'ni bu allaqachon bor bo'lsa, qo'shmaydi, xato qaytaradi. Yo'q bo'lsa, o'tadi, yangisini qo'shib, ismi bilan id'sini berib qo'yadi. Hozircha shu. Keyin cell metodda waiter id qo'shamiz. Ichkari kirayotganda parametr bo'lib kiradi yoki argument bunday ish qilib. Xo'p, bizda keyin
tekshiramiz. Tekshirayotganimizda update'imiz bor. Ya'ni oldingi safar tekshirgandik. Available meal, ya'ni meal tayyorlansa bo'ladimi degan functionimiz edi va bu yerda biz qilayotgan ishimiz tayyorlanolmasa, ya'ni meal ID ni beramiz. Shu ovqat tayyorlanib bo'lmasa, uni tayyorlab bo'lmasa yoki bizdagi waitersdan waiter ID ni olamiz. Kiritilayotgan waiter ID yo'q bo'lsa, bunaqangi waiter ID'imiz yo'q bo'lsa, misol atiga 5 ta ofitsiantimiz bor, lekin biza 7-chi ID'li ofitsiant kiritib qo'ysak, bunda xato bo'ladi, chunki unaqa ofitsiant yo'q. Va ikkalovidan bitta holat mos tushsa, unda biz xato qaytaramiz. Ya'ni ovqat tayyorlanib bo'lmaydi. Shu waiter ID mavjudligini so'rab qo'yamiz shu yerda. Xo'p, bu o'sha, ya'ni reseptlar bo'yicha aylanib, agar bo'sh bo'lmasa va ovqatni ID'si to'g'ri kelsa, foydalangan mahsulotlarimizni ayirib qo'yamiz. Mana bitta va bitta ovqatimiz tayyor bo'ladi. Ishlatilgan mahsulotni ayirib qo'yamiz. Bu ham xuddi o'sha. Tayyorlangan ovqatlarga yangi ovqat ID'si bilan bitta ko'paytirib qo'yamiz. Shu. Biz yangi update'imiz bu yoqda bo'lyapti. Price, ya'ni total price'ni, sotilgan ovqatlar summasini hisoblash uchun price berib qo'yamiz. Ya'ni get price simiz bor, ya'ni meal ID ni price'ini bilishlik uchun get price functionimiz bor edi bizda. Ya'ni qayerda u mana shuni foydalanyapmiz. Ichida o'sha function tekshirib qaytarib beradi bizga price'ini. Shu yerdan price function ishlatamiz. Narxini olib olamiz. Keyin total meal sales ga o'sha aynan tayyorlangan ovqatni narxini qo'shib qo'yamiz. Undan keyin biz bitta yangi waiter qo'shamiz. Ya'ni bizda bor waiterni olamizda o'sha ID'sini waiterlar mapidan yoki waiterlardan olamiz. Keyin agar waiterimiz ichi bo'sh bo'lmasa, unga 10% li choy-chaqa haqqi yoki 10% tip qo'shamiz. Shunda o'sha mijozlar aytayli 200 mingli ovqat yeyishgan bo'lsa, buni 10% 20 ming bo'ladi. Shunda ofitsiant 20 ming so'm ishlagan bo'ladi. Shunaqa ketyapti endi va true qaytaramiz bu yerda. Undan keyin prepared meal'da o'zgarishlar yo'q. O'sha eski tayyorlansa qo'shilib, sort qilib chiqarib beradi listini. Undan keyin bizda waiter salary so'ralgan function shu, ya'ni waiters, ya'ni ofitsiantlar yoki waitersni salary'sini o'sish tartibida joylashtirishimiz zarur. Bu yerda ikki xil usulni qo'llasangiz bo'ladi. Waiter mana bizda map, to'g'rimi? Aytganimizdek key value pair bo'lardi ularda. Key value edi, to'g'rimi? Pair edi. Bizda aytadigan bo'lsak, har bitta waiterni olish uchun oddiy for in qilardik. Ana bu for loop'imizda hozir map bo'lganligi uchun boshqacha ishlaymiz. Ya'ni bizda key bu bizda o'sha waiterni ID'si bo'lsa, value'sida bizda waiter object'i bo'ladi. Ya'ni waiterda nima bo'lsa, o'sha ismimi, salary'mi, boshqa narsalari hammasi bo'ladi. Ism o'sha waiter ichiga nima kirib ketsa o'sha narsa bo'ladi. Biz shu value'lardan aylanib chiqamiz. Xo'p. Keyin topamiz. Mana qolib ketdi. Biz waiter salary deganimiz bor edi. Bu xuddi o'sha, buni tushuntiraman. Bu yerda full name salary, faqat salary ga asoslangani uchun ID tiqib o'tirilmagan bu yerga. Full name bilan salary bo'ldi. Get name, get salary, getter yozib qo'yganmiz. toString bor. Shu full name bilan salary. Buning ichidan biz yangi array list hosil qilamiz. Bu asosan shu ofitsiantlarning maoshini, kunlik ishlagan choy-chaqa haqqini yoki maoshini bilish uchun yangi array list ochib qo'yamiz. Xo'sh, ya'ni salaries. Keyin biz waiterlar bo'yicha aylanib chiqamiz. Waiterlar bo'yicha aylanib, uni valuelari bo'yicha loop qilib chiqamiz va
uni har bitta ofitsiantni ishlagan puliga qo'shib qo'yamiz, ya'ni maoshiga qo'shib qo'yamiz. Xo'p, bizda salary degan bo'm-bo'sh array list bo'lsin. O'sha bo'm-bo'sh array listimizda qo'shib qo'yamiz. Misol waiter id 1 bo'lsa, o'shani qo'shamiz. Mana o'sha yerga yangi qo'shib qo'yamiz. Waiter salarydan olib ismini olyapmiz, salary'sini olyapmiz. Misol ismi G'ani bo'lsin. G'ani, keyin ishlagan summasi 15,000. 15,000. Shuni qo'shib chiqamiz biza array listga, shunaqa qilib qo'shib chiqamiz. Keyin sorting qilayotganda ikki xil usul bor. Lambda functiondan foydalanilsa bo'ladi. Lambdada comparator degan bizda moduldan comparing double, ya'ni double'larni compare qilishlik uchun waiter salary bor. Waiter salaryda salary bor, to'g'rimi? O'sha waiter salarydan get salary bor bizda. Salary'larni oladida, mana bu ikkita nuqta o'sha waiter salaryning ichida get salary'larni bir-biriga compare qiladi va sort qilib qo'yadi. Bu oddiy yozilganda o'sish tartibida, ya'ni 1 2 3 bo'lib ketadi. Agar teskarisini qilmoqchi bo'lsangiz, buni davomidan reverse yozib qo'ysangiz descending orderda, ya'ni tepadan pastga qarab tushadi. Oldingi biz preparation count ishlatganimiz salary sort AB bu osonroq usuli, ya'ni ko'rinib turadi. Ya'ni AB deb yozsak, biz unda o'sish tartibida yozib qo'yamiz. A dan get salary, B dan get salary, shu ikkalovi bo'lib turib, bu yoqda o'sish tartibida double'larni compare qiladi. Teskari bo'lsa B A qilib qo'ysangiz bo'ldi, mana bu joyini almashtirib qo'ysangiz shu. Oxirida salary'larni qaytaramiz. Mana example'da ko'radigan bo'lsak, mana bunaqa. Mana salary'larni mana o'sish tartibida ketyapti. Keyin oxirgi qismi qoldi. Total meal sold cost, ya'ni umumiy sotilgan ovqatlar narxi. Total meal sales qaytarib qo'yamiz. Bo'ldi, shu bizga kerak. Buni ko'rdik. Har bitta sotilgan ovqatda biz narxini qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi edi, shu bilan salesimiz tamom edi. Keyin total restaurant profit uchun nima edi? Total salary'miz 0 hozircha. Chunki total salary'miz bu waiterlarning salary'si. Buni qanaqa qilib olamiz desak, har bitta waiter bo'yicha aylanib chiqib, waiterdan get salary getter'ini ishlatib, har bitta waiterni salary'sini olamizda, keyin uni total salary'ga qo'shamiz. Har bittasinikini olib qo'shamiz. Shunda umumiysi kelib chiqadi. Misol 4 ta edi, ofitsiant 4 tasini qo'shib qo'ysa qanchadir bo'ladi. Total meal sales'imizdan total salary'ni qo'yamiz, ya'ni sotilgan ovqatlar sonidan umumiy sotilgan ovqatlardan ayirib qo'yamiz. Narx yoki o'sha ishlangan pul yoki maosh. Shuni ayirib qo'ysak bo'ldi. Shunda bizda profitimiz kelib chiqadi. Bizda qanaqa bo'lyapti? Xo'p, bizda shunaqangi holat bo'lyaptiki, mana 0 so'm, Targaryen 0 вообще ishlamabdi yoki zakaz tushmagan, ya'ni buyurtma tushmagan. Tyrion Lannister 1,5 ming ishlabdi, Jon Snow 3,5 ming ishlabdi, Arya Stark bo'lsa 4 ming ishlabdi. Shunda biz uchalovini qo'shib qo'ysak, qanaqa bo'ladi? Ya'ni 1,5 ming 0 so'm, keyin 3,5 ming, keyin misol 4 ming, to'g'rimi? Qancha bo'ladi? 7,5 ming, 1,5 ming, 9 ming bo'ladi. 9 ming so'm. Bizda umumiy sotilgan summa 90 ming edi. Salary'miz bo'lsa 9 ming. Shu ayirib oldik, 81 ming bo'ldi. Xo'p, bugungi videomiz davomini qildik. Baribir ozgina uzunlashib ketdi. Keyingi safar biz carpoolingni ko'rib chiqamiz. Carpooling, ya'ni shuni ko'rib chiqamiz. Rahmat hammaga, charchamanglar.